Assalomu alaykum biz obunachilar. Navbatda Belarus 82.1 traktorimiz sotiladi. Dehqon texnikasi juda chiroyli qilib minishgan ekan. Narxlar juda qulay. Video davomida narxlar, yillari hammasini aytib o'tamiz. Kanalimizda yangilar birdonagina like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa texnika qidirib yurgan akalarimizga videoni jo'natib tashlaymiz do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun podдержкада bo'linglar. Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Navbatda 82.1 traktorimiz sotiladi. Bir chekkadan sizlarga aylantirib ko'rsatib o'tib boraman. Buni birinchi o'rinda manziliga keladigan bo'lsak, Namangan viloyati Chust tumanida turibdi. Sizlar ko'p kutilmagan holatda narxi, yillari hammasini aytib o'tamiz. Xudo xolasa dehqon texnikasi chiroyli qilib qarab minishgan ekan. Buni yili 2007-yil, dokumentlarda umuman muammo yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 130 million, oz-moz kam bor ekan. Chiroyli qilib kelishtirib berishadi do'stlar. Xo'sh, traktorning holatlari chekkadan ko'rib chiqamiz. Qo'shimcha agregatlari ham bor ekan. Puliga, chizel, barana, o'qariq. Mana shu holatda turib texnikamiz. Sizlarga bir chekkadan ko'rsatib o'taman. Oldilariga keladigan bo'lsak, oldan boshlaymiz. Oldi perdoklar. Oldilari ishlar ekan. Oldi mana balonning holatlari. Oldi kardanlar. Motor qilib qo'yganiga 1 yil bo'lishgan. Umuman 1 gram moy yemas ekan, juda chiroyli holatda ishlab turgan texnikamiz. Orqa balonlari ham 1-2 yil xizmat qiladi. Olib faqat ishlatib minish kerak ekan, bo'ldi. Xudo xolasa boshqa kamchilik yo'q. Juda qarab minishgan. Salon qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Bir kalitga yuradi işte. Hozir o'zim yurgizib sizlarga hozir ko'rsataman. Salonni ham ichlarini ko'rsatib bersam. Hop, bismillah. Elektron datchiklar, vertolyotchi. Bu meni ko'zimga tez aylanyapti videoda, to'xtab aylanayotganga o'xshaydi. To'g'richilar ishlaydi. Motorlar. Bunlar orqalari. Mana shu holatda texnikamiz. Kelib bemalol ko'rib, qiziqqanlar bo'lsa ishlari mumkin. Dokumentlar sariq nomerda, dokumentlarda umuman muammo yo'q ekan. Egasini o'zlarining nomida ekan. Xudo xolasa texnikani bitta yurgizib, ovozini ham eshitkizib ko'ramiz. Aka bitta buni berasiz-a? Ha, bir oldiga orqaga qilib ovozlarni eshitkizib qo'yaylik. Mana ovozlari. Motor ovozimizdan juda chiroyli holatda yurib turibdi. Traktorimiz
ovozini ham eshitib ko'rdik, juda chiroyli holatda yuryapti. Buni olib faqat ishlatish kerak ekan, bo'ldi. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib, birdanagidan like tugmachasini bosib qo'ying. Shunaqa texnika qidirib yurgan akalarimizga videoni jo'natib qo'yamiz. Xo'sh, insha 10 insha keyin ichkarida inshasini yaqinda almashtirgan ekan. O'shaning uchun bo'naylar moy holatda turibdi. Buni qo'shimcha agregatlari keladigan bo'lsak, puliga traktordan отдельный narxda sotilar ekan. Bu pulik yo'yda tosh, chizel, barana, uni yonida o'qariq ham turibdi. Shular bilan qo'shib sotilar ekan. Orzuligicha qolmaydi, yurak urib tursa bas. Yozib qo'yishgan ekan. olmazsa ham bo'ladi. Ha, taniysiz? Ha, taniyman.